Keyingisiga o'tamiz. 9,8 taqsim 8 plus x barobar 0,2 debdi. Mana shuni tagida biz bir bor deb tasavvur qilsak bo'ladi va Kris usulida yana o'shani proporsiya beramiz. Demak, 0,2 ni ko'paytiramiz 8 ga birinchi ishimiz. Demak, bu birinchi misol edi. 1,6 ga teng bo'ladi. 0,2 ni ko'paytiramiz x ga endigi ish 0,2x bo'ladi. Barobar 1 ni ko'paytiramiz 9,8 ga, demak 9,8 ga teng bo'ladi. 0,2x barobar 9,8. Mana bu 1,6 miz o'ng tomonga minus bo'lib o'tadi. Shunda minusdan 1,6 ga teng bo'ladi. Xo'p, 0,2x barobar 9,8 dan 1,6 ni ayırsam 8,2 ga teng bo'ladi. Uzr, 8,2. Xo'p, bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, demak 41 ga teng bo'ladi. Xo'sh, keyingi birimizda ishlaymiz. Keyingisi albatta yana xuddi shunday Kris usulida ko'paytiriladi. Xo'p, 0,1 ni ko'paytiramiz x ga 0,1x. 0,1imizni ko'paytiramiz 216 ga minusdan 21,6 barobar 16 ni ko'paytiramiz 64 ga. Demak, 16 kara 64. 1024 bo'ladi. 1024 va 16 ni ko'paytiramiz endi minus x ga, minus 16x bo'ladi. Xo'p, 16x imiz chap tomonga plus bo'lib o'tadi. Shunda 0,1x plusdan 16x barobar 1024 plus 21,6. Xo'p, 16,1x 16,1x barobar 1045,6. 1045,6 ga. Bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, demak 1045,6 miz bo'linib ketadi 16,1 ga. Xo'p, 1045,6 bo'lingan 16,1. Xo'p, x teng 65 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi birimizda ishlaymiz endi esa. Demak, yana bu yerda ham xuddi shunday tagida bir bor deb tasavvur qilib, Kris usulida ko'paytiramiz. 1 ko'paytirilgan 24x 24x barobar 2 ko'paytirilgan x 2x 2 ko'paytirilgan 55 110. Xo'p, 2x imiz bu yoqqa, ya'ni chap tomonga o'tsa 24x ayrilgan 2x bo'ladi. Barobar 110 ga. Xo'p, 22x barobar 110 ga. Xo'p, bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsam, demak 110 bo'lingan 22 ga. Xo'p, x teng 5 ga teng bo'ladi. Tenglamlarga to'xtalib o'tamiz endi. Birinchi tenglamamizda aytibdi 3x taqsim 4 barobar 9 taqsim 20. Demak, buni proporsiya usulida ishlanadi mana. 3x ni ko'paytiramiz 20 ga. Demak, 60x bo'ladi. 60x barobar 4 ni ko'paytiramiz 9 ga 36 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda ko'paytirish amali bor, yodimizdan chiqmasin. Ko'paytirish amali har doim bo'lish bo'lib o'tadi. Mana yozib ham o'taman buni. 36 taqsim 60 bo'ladi yoki 36 bo'lingan 60. Endi bularni qisqartirib yuboradigan bo'lsam 12 ga qisqartirsam bo'ladi. Ya'ni bu ham 12 ga bo'laman, bunisini ham 12 ga bo'laman. 12 ga 12 ga. 36 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 3 bo'ladi. Xo'p, 60 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 5 bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu yerdan o'sha qoidachasini yozib qo'yaman, yodimizdan chiqmasin. Har doim ko'paytirish amali tengdan o'ng tomonga o'tganda bo'lish amali bo'lib o'tadi. Bo'lish amali esa har doim ko'paytirish amali bo'lib o'tadi. Yoki qo'shish amaliga to'xtaladigan bo'lsak, ayirish amali bo'lib o'tadi.
Ayrish amaliga to'xtaladigan bo'lsak, qo'shish amali bo'lib o'tadi har doim. Endi esa ikkinchisini ishlab o'tamiz mana. Ikkinchisi ham xuddi shu tartibda ishlanadi mana. Xo'sh, 2 ko'payadi x ga. Ya'ni 2 har biriga ko'payadi. Ya'ni x ga ham ko'payadi, 3 ga ham ko'paytiradi. Ba'zilar x ni o'ziga ko'paytirib qo'yadi. Asli bu xato. Ham x ga ham 3 ga ko'payadi. 2 ko'payadi x ga. Demak 2x. 2 ko'payadi 3 ga plus 6 ga teng bo'ladi. Barobar. Keyingisida 9 ko'payadi 5 ga. Demak 45 ga teng bo'ladi. 45. Xo'p, 2x barobar 6miz bu tomonga minus bo'tadi, shuning uchun 45 ayrilgan 6. 2x barobar 39 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, 39 bo'lingan 2. Xo'p, x teng istasangiz bo'lib yo'q, tushirish yozib qo'yilgan ekan. 39 bo'lib 2 yoki 39 taqsim 2 deb yozib qo'ysangiz ham hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni oxirgi qiymatgacha bo'linmagan ekan. Keyingisiga to'xtalib o'tamiz. 11-chisi shunda 11-chisi bu yerda ham xuddi shunday, ya'ni bir birovga ko'paytiramiz. Dastlab qiladigan ishimiz 4 ni ko'paytiramiz 4x ga. 16x bo'ladi. Xo'p, 4 ni ko'paytiramiz 7 ga minus 28 ga teng bo'ladi. Barobar. Xo'p, 13 ni ko'paytiramiz x ga 13x. Xo'p, 13 ni ko'paytiramiz minus 1 ga minus 13 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi 16x, mana bu 13x'imizni chap tomonga o'tkazsak, minusdan 13x bo'lib o'tadi. Barobar. Endi mana bu 28imiz minus edi. O'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, plus bo'lib o'tadi. Shunda 28 ayrilgan 13 bo'ladi. Sabab mana bu 13imiz ijoga o'tkazganimiz yo'q. Shuning uchun minusligicha qoladi. 16x dan 13x ayrsam 3x barobar 28 dan 13 ni ayrsam 15. Xo'p, x teng, demak 15 bo'lingan 3. X teng, bu yerdan qiymatimiz 5 degan qiymat kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga to'xtalib o'tamiz. 4-chi misolimiz 17 deyilgan ekan, xullas. 17 deb qo'yaylik mayli. 17 ekan. Xullas, bu yerda ham xuddi shu tartibda mana. Dastlab qiladigan ishimiz 5 ni ko'paytiramiz 8 ga, 40 ga teng bo'ladi. 40. Keyingisi 5 ni ko'paytiramiz plus x ga, plus 5x barobar. Xo'p, keyingisi 15 ni ko'paytiramiz 9 ga, 9 kara 5 45, 9 kara 1 9. Ya'niki 135 ga teng bo'ladi. 135. Xo'p, keyingisida esa 15 ni ko'paytiramiz minus x ga, minusdan 15x bo'ladi. Endi mana bu minus 15x'imiz chap tomonga plus bo'lib o'tadi. Shunda 5x qo'shilgan 15x bo'ladi. Barobar 135. Xo'p, mana bu 40imiz bu tomonga minus bo'lsa, minusdan 40 bo'ladi. Xo'p, endi xo'sh, 5x'imizga qo'shamiz 15x ni 20x bo'ladi. 135 dan ayiramiz 40 ni. 20x barobar 135imizdan 40 ni ayiradigan bo'lsak, demak 95 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi x barobar hisoblaydigan bo'lsak 95 taqsim 20 bo'ladi. Sabab mana bu ko'paytirishimiz bu yoqqa bo'lish o'tadi. Endi ikkalasini ham 5 ga qisqartiraversak bo'ladi. Ikkalasini ham ya'ni 5 ga bo'laveramiz. Xo'p, x barobar dastlab 95imizni bo'ladigan bo'lsak 5 ga 19 ga teng bo'lar ekan. 19. Keyingisida esa 20mizni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 4 ga teng bo'ladi. Demak 19 taqsim 4 degan javob bo'lar ekan. Bu yerda o'sha javobida
adashgan joyi bor. Ya'ni mana bu 35 emas, 19 ga teng bo'ladi xullas.